O'qituvchilar sizlar bilasizlarmi? Alloh taoloning yerdagi o'ziga xos tanlab olingan bandalari hisoblanasizlar. Hozir buni sizlarga isbotlab beraman. Alloh taoloning yerdagi vakillari kimlar? Payg'ambarlar. Payg'ambarlarning vorislari kimlar? Olimlar. Olimlarga kim bolalarni o'qish yozishni o'rgatib tarbiyalab beradi? Aynan sizlar. Sizlar shunaqa katta mas'uliyatni yelkalaringizga olgansizki, hatto buni tog'lar ham ko'tara olmasa kerak. Aynan sizlarning qalbingizda Alloh taologa bo'lgan ishq o'ti, ya'ni ishq gulchamanlarini eng yuqori qismida Allohga bo'lgan sevgi bir daraxti bor. Juda katta mustahkam sevgi daraxti. O'sha daraxtning tagida bir buloq bor. Sevgi bulog'i har doim otilib suv chiqib turadi. Aynan bizning bolalarimiz sizlarning qalblaringizga kirib, o'sha ma'rifat, odob, axloq, xulq buloqlaridan to'yib suv ichadi. Tafakkur olamingizdagi ilmlarni ko'chirib, o'zlariga yangi kelajakda o'zlariga asqotadigan ilmlarni, bilimlarni ko'chirma qilib oladi. Aynan sizlar sababchisizlar. Sizlarga bu qilgan xizmatlaringizni ajrini Alloh taoloning o'zi juda katta qilib bersin. Alloh taolodan sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Rahmat sizlarga.